Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Hozir biz sizlarga 2025-yildagi tom qoqish, shifr qoqish narx-navolarini batafsil sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Hozir usta bilan bir kengroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa keting, sizlar ungacha Alisher Uz kanaliga obuna bo'linglar, podpiska, layklar bosib qo'yinglar. Sizlar kutgan videolar hali oldinda. Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz? Siz sog'ligingiz yaxshimi? Hozir qadrli obunachilarimizga bir batafsil o'zingizni ishingizni, narx-navolaringizni tanishtirishga harakat qilgani keldik. O'shanga bir o'zingiz og'zingizdan bir yurtdoshlarimizga bir narx-navolaringizni bir aytsangiz deb keldik aka. Assalomu alaykum Alisher Uz kanalimiz do'stlari. Ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Hozir bu yerda som yopish ishlari olib borilyapti. Narx-navolarga kelsak, shifr qoqishlarimiz 70 ming, 80 ming atrofida bo'lyapti, sharoitga qarab. Endi nimaga ikki xil endi? Nimaga bu yurtdoshlarimiz, obunachilarimizga qiziqda ikkita narxda aytyapsiz, nima sababdan? Bu ishni holatiga qarab bo'ladi-da. Endi tomda figurasi bo'lsa, konvert ko'proq bo'lsa, o'shanga qarab narxlar farq qiladi. Hozir oddiy bo'lsa, mana shu turishiga 75 ming bo'lyapti. Buning ichiga nimalar kiradi endi? To'rsin tashlashmi? To'rsin tashlash, zardevor urishi, loy bosishi, shifr qoqish kerak. Zardevor endi baland pastligicha qanaqa bo'lyapti? Bir tomoni baland zardevor, bir tomoni tekis to'rsin barobar. Endi orasi o'sha to'rt qator, besh qatori zardevor hisobida bo'ladi. Qolganiga pul qo'shiladi yana. Qo'shiladi. Hozir loy bosishlar ham sizlarning bo'ynilaringda. Vassa qoqish, ham qamish tashlash hammasi sizlarning bo'ynilar. Bu tunika qoqishchi aka endi. Tunikalar qanaqa? Endi tunikalar bu shifrga kirmaydi, alohida narxda bo'ladi. Metrga latoy bo'lib kelsa, yo o'zingiz tunikadan yasab beraverasiz. Mana shu holatda mana galistiy deymiz. Shu holatda bo'lsa, bular alohida o'zlari yasab o'rnatiladi. Ular metri qancha endi? Metriga xizmati 20 mingdan 30 minggacha. 30 minggacha. O'sha holatiga qarab. Holatiga qarab. Konvert yo bo'lmasa nima qiyin, latoy tushirish, murakkabligiga qarab. Endi bu yurtdoshlarimizga qiziqda, yana qanaqa ishlar qo'ldan keladi? Asosiy tommi sizning vazifangiz yo boshqa ishlarni ham qilaverasiz? Nima? Advelkadan boshqa hamma ishni qilamiz. Beton, g'ish urish, tom yopish, hammasi qilinadi. Endi bularni batafsil nima obunachilarimizga aytib o'tamiz. Masalan, beton narxi qancha endi sizlarda? Boshqa ustalar bilan ranjsa qiladimi yo bir xil o'shani bir solishtirib? Bu ham endi misol 50 sm, 60 sm-gacha 50 ming, 60 ming atrofida bo'lyapti. Qolgani endi ish jarayoniga qarab, uy egasini zakasiga qarab narxi ham o'zgaradi, balandliklari ham o'zgarib boraveradi. G'ishtchi, xom g'isht qanchadan urasizlar? Xom g'ishtlar 450 so'mdan bo'lyapti. Joy, oyog'i tayda bo'lsa, toshi urishlar bo'lsa qimmat. Endi ularga xizmat qo'shilib qoladi. Pishig'ishchi endi. Pishig'ishlarda 600 so'm urilyapti. Hozir biz ko'rdikda usta, bu yerda endi penoblok urishibdi. Qani obunachilar mana ko'ringlar-da. Bu penoblokka siz qanaqa maslahat berasiz usta? Yaxshimi yo pishig'ish? Bu obunachilarimizga qiziqda, bu qanaqa bo'lyapti? Bu egasini sharoitidan kelib chiqib. Mablag'iga qarab. Endi yaxshi, endi mablag' bo'lsa pishirishda so'yinga yetmaydi. Ya uni sho'r deyishi ko'p odamlar nima qilyapti-da? Bu ham endi yaxshi. Noli. Buni qanchadan urasizlar? Penoblok yo hali urmadinglarmi yo hali? Ularning narxi hozir kunda 5 ming. 5 mingdan urilyapti bir donasi. Sesmalar narxi qancha bo'lyapti? Yo ularni sesmalar 70 ming, 80 ming qilyapti. Tepa past armatura ichida to'qib berishi, karkaz ichida, hammasi ichida. 80 ming qilyapti. Adil obunachilar, mana sizlarga yetkazdik. Xom g'ishtni urishlari 450 so'm, oyog'ini tayda bo'lsa, pishig'ishni prostoy urishlaringiz 600 so'm. Buni penoblokda urishlaringiz 5 mingdan urilyapti ekan. Shifr narxlarimiz unga kiryapti, to'rsin tashlaydi, loy bosyapti, vassa, qamish, loy bosib, tomni yopishlari 70 mingdan dedingizmi? 70 ming, 80 ming. Hozirgi kunda latoyga bo'lsa, tunikasi u отдельный sena bo'lar ekan, narx bo'lar ekan. Buni endi joyiga qarab kelishilar ekan. Endi usta bitta nimada endi savol sizga. Shlaka blok qaysi birini tavsiya qilasiz? Shlaka blokmi yo penoblokmi shu?
u savolimiz ko'p tushyapti-da bizga. Tena bilur. Endi yaxshi ishlagan bo'lsa, endi qishda Sovuq muammo bo'lyapti endi. Mana unda endi sal issiqlik tushadi. Sal yaxshi bo'ladi. Hozir endi bu nimamiz bo'ldi-yu, obunachilarimiz telefon qiladi. Biz hozir dunyo nima ko'ryapti? O'zbekiston, vohadan, vodiydan xizmatlar qanaqa bo'lyapti bu? Vodiy bo'ylabmi yo chiqib boramizmi? Samarqand, Buxoro, Toshkentlarga. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Vaqtga qarab, sharoitga qarab. Shogirdlar bor, agar bo'shab qolsa chiqarib yuboraverasiz telefonlashib. Qadrli obunachilar, ustani telefon raqamini chiqarib qo'yamiz pastga. Bemalol telefon qilib, vaqtlari bo'lsa, faqat ishdan keyin deyapsiz. Ishdan keyin bemalol telefon qilib, shogirdlari bo'shasa, o'zlari bo'shasa, bemalol aloqaga chiqib, savollaring, ishlaring bo'lsa aytaverasizlar bemalol. Hozir biz tepada ish jarayonini kuzatamiz, bir qator ishni ko'rsatamiz obunachilarimizga. Rahmat sizga, Xom aka, sog' bo'ling, ishlaringizga omad, obunachilarimizga bir iliq so'zlaringiz bo'lsa. Obunachilarga ham endi omad tilaymiz, ishlar rivojini bersin, omadlarini bersin. Rahmat. Qadrli obunachilar, biz sizlarga yana ham bir mukammal, yaxshiroq ko'rinsin deb ustalarning ish jarayonini tepaga chiqib, sizlarga bir yaqinroq ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana ishlarni ko'rsatishga sizlarga bir yana ham bir tushunarli bo'lish uchun loylarni bosdi, bir tomonlama, bu tomondan qula tomon shamol kelishini birinchi to'sib olishibdi bu tomonini. Hozir bu qo'shni tomon bir tomonlama shifer bo'libdi. O'shaning uchun sal arzonroq 70 mingdan qoqishdi shiferni. Hozir ustalar akalarimiz ishlayapti. Bular ishlariga biz xalaqit qilmaymizda, o'zimizni ishimizni davom ettirib, sizlarga bir chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz, qadrli obunachilar. Bizdan uzoqlashmanglar. Bu tunukamiz, prostoy tunuka deydi, haligi latoysiz, haligi tunukani kesib, o'zlari nima qilishadi?